Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari hamda kanalimizni kuzatib borgan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa telefon yomg'ir bo'lchanlariga oziq solish haqida bo'ladi bugun video rolimiz. Xudo xolasa videolarimiz xato va kamchiliklar bo'lsa oldin uzr so'raymiz. Videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, podpisatsiya knopkasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hurmatli do'stlar, mana Bo'lchanlarimizga ozuqalarni berishni boshladik. Xudo xolasa mana o'tgan videolarimizda sifatli biogomus tayyorlash haqida qilgan edik. O'sha biogomuslarni ag'darish haqida mana ko'rib turganlar edik. Mana qirg'og'iga faqat yozgi kunida yuqa qilib mana shu go'ngni beryapmiz. Shularning ustiga poxollarni tashlab mana suvlar ochib qo'yilgan. Her kuni suv berilaveradi. Mana shu holatda yarim metr atrofida qirg'og'iga tashlanaveradi. O'rtalariga tashlamay qo'yamiz. Sabab yozgi kunida bundan buyon havo issiydi. Qizib baribir chuvalchanglar atrofga chiqadi. Shuning uchun atrofiga tashlab yuqa qilib berib yegizilaveradi. Mana 5 sm, maksimum 10 sm atrofida tashlanadi. Mana shu biogomus holatiga keltirib bo'lgan bular pashti. Xudo xolasa kuzgacha bularni yegizdirib tayyorlab boraveramiz. Mana kapillarlarda suv chachilyapti. Shularimizni bu yoqlariga go'ng tashlangan, ustini yopib qo'yganmiz. Mana hurmatli do'stlar, zapravka qilib qo'yilgan ozuqalari mana shularni olib mana shu yerdan oborib tashlanaveradi. Obyektimiz ham juda ham zo'r joyda. Bo'lishlari mumkin. Mana soya salqin joylarda. Xudodan so'rab asta-asta mana xizmat qilyapmiz. Xudo xolasa yozda saratonida ham mazza qilib ishlaysiz. Mana daraxtlar. Xudo xolasa Alloh fayz bergan joy. Xudo xolasa mana zapravka go'nglarimiz olib chiqib to'kilaveradi. Mana qo'ni-qo'shnilar olib chiqadi. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ni-qo'shnilarimizdan hammasi ham ahil, yaxshi insonlar. Mana hurmatli do'stlar, agrochamiz pomidori, bodring, qalampir, kartoshka ekilgan. Mana sabzi. Ularni bari biogomusga ekilgan. Biogomusni o'sha haydashdan oldin agrodga sochib yuborganmiz va mini traktorchada tuproqqa aralashtirib yuborilgan va ekilgan. Mana shularimizni. Xolasa endi buni hosilini olganda kartoshkalar yana bir qator ko'rsatamiz. Videolarimiz xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni tanish-bilishlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.